Rossiya Mudofaa vazirligi 20-mart kuni Kaspiy havzasidagi kemadan turib Ukrainaning Nikolayev viloyatiga qarata kalibr qanotli raketasi uchirilganini e'lon qildi. Xuddi shu kuni Qora dengizdan turib Ukrainaning Nijin shahriga ham kalibr uchirilgan. Rossiya Mudofaa vazirligiga ko'ra, bu raketa zarbalari bilan harbiy texnikalar tuzatiladigan zavod va yonilg'i bazasi yo'q qilingan. Kalibr nomi ostida bir necha turdagi raketalar birlashadi. Bunday turdagi qanotli raketalar ustida 1983-yildan buyon ishlab kelishgan. Hozirgacha kalibr bir necha marta mukammallashtirilgan. 2019-yil AQSh Rossiya bilan imzolangan yaqin va o'rta masofadagi raketalardan birgalikda voz kechish kelishuvidan chiqib ketgach, Rossiya kalibrni mukammallashtirishni ma'lum qilgan. Kalibr raketalari hozirgacha faqat bir marta real harbiy harakatlarda ishlatilgan. 2015-yildan 2017-yilgacha Rossiya Kaspiy dengizidan turib Suriyaga 99 ta kalibr raketasini uchirgan. Raketalar Kaspiydagi kemalar va suvosti kemalaridan uchirilgan. Ilk marta 2015-yil 7-oktyabr tunda Suriyaga qarata 26 ta kalibr uchirilgan. Rossiya Mudofaa vazirligi raketa Iroq va Erondagi odamlar kam yashovchi joylar va tekisliklar ustidan 50 metr balandlikda uchib o'tganini ma'lum qilgan. Dastlab dengizda foydalanish uchun ishlab chiqarilgan kalibr suvda 375 kilometr uzoqlikdagi nishonni aniq uradi. Dengizdan quruqlikka qarab uchirilganda esa 2600 kilometr uzoqlikdagi nishonni aniq ura olishi aytiladi. Rossiya harbiylari 2015-yil Suriyaga uchirilgan raketa parvoz davomida 147 ta manyovrni amalga oshirganini aytgandi. Shu tariqa kalibr radarlardan va nishondan qocha oladi.